Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga buyuk bobolarimizdan biri bo'lgan Mirzo Ulug'bek haqida qisqa hikoya qilib bermoqchiman. Mirzo Ulug'bek Amir Temur bobomizning suyukli nabiralari. Shohrux Mirzo Temuriy shahzoda hukmdor Shohrux Mirzoning o'g'illari, to'ng'ich o'g'li 1394-yilning 22-martida Sultoniya shahrida tavallud topganlar. Mirzo Ulug'bekning onalari Gavhar Shodbegim bo'lgan. Otalarining ismi esa Shohrux Mirzo bo'lgan. Mirzo Ulug'bek yoshligidan ilm olishga judayam qiziqqanlar va buyuk bobomiz Amir Temur u kishini rafiqalari Saroy Mulk xonim tarbiyasiga berganlar. Mirzo Ulug'bek yoshligidan turli xil ilmlarni o'rganib, Qur'oni Karimni yod olganlar va matematika, astronomiya kabi fanlarni chuqur o'rganganlar. Va Mirzo Ulug'bek bobomiz 1409-yilda 15 yoshlarida Samarqand hukmdori bo'ladi, Movarannahr hukmdori bo'lgach, bu yerda ilm fanning rivojlanishiga juda ham katta hissa qo'shadilar. Jumladan Mirzo Ulug'bek 3 ta shaharda madrasa bunyod ettirganlar, ya'ni 1417-yil Buxoroda, 1420-yil Samarqandda, 1433-yilda esa G'ijduvonda madrasa bunyod ettirgan. Bular ichidagi eng mashhuri Mirzo Ulug'bekning Samarqanddagi madrasasi hisoblanadi. Ushbu madrasa 2 qavatli bo'lib, 50 hujradan iborat bo'lgan. Ushbu madrasada ilk darsni o'z davrining mashhur allomalaridan bo'lgan Havofiy dars berganlar. Jumladan ba'zan Mirzo Ulug'bekning o'zi ham ushbu madrasaga kelib mudarrislik qilgan, dars o'tganlar. Mirzo Ulug'bek bobomiz shu bilan birgalikda Samarqandda rasadxona ham bunyod ettirgan. 1428-1429-yilda Samarqandning Ko'hak tepaligida Obirahmat arig'i yonida ulkan rasadxona bunyod ettiradi va u yerda o'z davrining mashhur olimlari G'iyosiddin Jamshid al-Koshi, Qozizoda Rumiy va shogirdi Aliqushchilar bilan hamkorlikda osmon jismlarini kuzatadi va bu izlanishlari natijasida Zichi Jadidi Kuragoni nomli asarini yozadilar. Va Zichi Jadidi Kuragonida Mirzo Ulug'bek 1018 ta yulduzning joylashgan o'rni va koordinatlari haqida ma'lumotlar berib o'tganlar. Mirzo Ulug'bek bobomiz hukmdorligi jarayonida hukmronligining so'nggi yillarida ichki nizolar tufayli o'z o'g'li Abdulatif Mirzo bilan kelishmovchiliklar yuzaga kelganligi uchun 1449-yilda o'z o'g'li Abdulatif Mirzoning farmoni bilan qatl etilgan va Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasiga dafn etilgan. Mirzo Ulug'bekdan bizga ma'naviy meros qolgan, katta ma'naviy meros qolgan. Faqatgina Zichi Jadidi Kuragoni bo'lmasdan bu tarix ilmiga oid bo'lgan Tarixi Arba Ulus nomli kitobi ham Mirzo Ulug'bekning mashhur hisoblanadi.